Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Bugun 21-fevral kungi muhim o'yinlar haqida gaplashamiz. Ayniqsa Manchester City safidagi o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Usanov haqida batafsil to'xtalamiz. Qadrli muxlis, videomiz boshlanishdan oldin videomizga bir dona like bosing va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, Turkiya Superligasida Başakşehir o'yini haqida ham qisqacha ma'lumot beramiz. Demak, boshladik. 21-fevral kuni Manchester City o'z maydonida Newcastle United jamoasiga qarshi o'ynaydi. Boshlanish vaqti O'zbekiston vaqti bilan 12:00. Eng asosiy mavzu Abduqodir Usanov. Abduqodir markaziy himoyachi sifatida o'ynaydi. Uning asosiy kuchli tomonlari jismoniy kuch va tezlik, pozitsion o'yin, havo to'plarida ustunlik, sovuqqonlik. Manchester City himoyada odatdagi yuqori chiziqda o'ynaydi. Bu esa himoyachilardan tez fikrlash va tez qaytishni talab qiladi. Usanovning afzalligi u yosh bo'lishiga qaramay, bosim ostida xatoga kam yo'l qo'yadi. To'p nazoratiga asoslangan futbol o'ynaydi. Himoyachilar o'yinni orqadan quradi, qisqa paslar bilan pressing yorib chiqadi, yuqori pressingdan keyin tez joylashadi. Agar Usanov maydonga tushsa, bu o'yinga unga o'zini ko'rsatish uchun katta imkoniyat. Newcastle esa tezkor hujumlar bilan xavf tug'diradi. Demak, bu o'yinda markaziy himoyachilar uchun jiddiy sinov bo'ladi. Bu uchrashuv Usanovning Premier Ligadagi o'rnini mustahkamlash uchun juda muhim o'yin bo'lishi mumkin. Istanbul Başakşehir Allianz Sportga qarshi o'ynaydi. Boshlanish vaqti 18:00 O'zbekiston vaqti bilan. Başakşehir safida o'zbekistonlik futbolchilar Eldor Shomurodov tajribali hujumchi, jamoaga gol urish va bosim qilishda yordam beradi. Abbos Faytullayev esa texnik va kreativ yarim himoyachi. Kombinatsion o'yinda muhim rol o'ynaydi. Bu o'yin Superliga turnir jadvali uchun muhim bo'lishi mumkin, ammo bugungi o'yin asosiy diqqat markazimizdan baribir Angliyadagi uchrashuv. Bugun bizni ikki xil liga kutmoqda. 12:00 Manchester City va Newcastle, 18:00 Başakşehir va Allianz Sport. Ammo eng katta e'tibor Usanovning o'yiniga qaratiladi. Agar u asosiy tarkibda tushsa, o'zbekistonlik futbolchi uchun katta tarixiy lahza bo'lishi mumkin. Sizningcha Usanov bugungi o'yinda o'zini qanday ko'rsatadi? Manchester City g'alaba qozonadimi? Kommentariyada fikringizni yozing. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.